Tarix o'tmishning guvochisi, bugunning yo'l xati, atining aynigi. Chinlik bilan yozilgan tarixiy asarlar o'tmish bilan bugunni bog'lab, uni kelgusiga tutashtirib, hayot hikmatlarining poyonsiz kechmishlarini so'zlab berdi. Oysham Ahmad xonimning Xinjiang xalq nashriyat tarafidan nashr qilingan Muhammad Bashir Chingwang nomli tarixiy romani bizning tafakkurimizni hayot sirlarining, shundaqla madaniyat tundurmilarining ichida parvoz qildirdi. Bugungi suhbatimizga biz yozuvchi Oysham Ahmad xonimni, Xinjiang xalq nashriyatining oliy muharriri Abdursul Ömer afandini, Xinjiang Universiteti Filologiya institutining dotsenti doktor Abdirim Rahman afandilarni taklif qildik. Badiiy ijodiyat musabaqasiga bag'ishlab diqqat qildik. Demak, men Muhammad Bashir Chingwang astoydillik bilan o'rganib, bu odamning obrazini yaratdim. Isil fazilatlari, xalqparvarligi, vatanparvarligi bir qadar atrofliq, yaxshi aks etganligini his qildik. Ayshamada bizningki xalqimiz o'zining yozuvchilarini to'liq yaxshi ko'rdi, qadrlaydi. Shundaqla ularning kitoblarini sevib o'qiydi. Sevib o'qish bilan birga o'z yozuvchilarininki kechmishlariga badiiy ijodiyat musabaqasiga bag'ishlab diqqat qildi. Shundaq bo'lganda, endi siz o'zingizning shu adabiy ijodiyatga kirish jarayoningiz to'g'riliq bizni azroq bir tushunchaga qilgan bo'lsangiz. Kichigimda oilada buvam, momamlardan, mahallada, ya'ni peshqadam buvoy, momaylardan, yana shuningdek mahalladagi yana boshqa o'zimizning urug' tuqqanlardan nurg'un paranglarni anglatdim. Ya'ni tarixiy paranglarni anglatdim. Yana bir gap, shu vaqtlarda buvamning cho'ng bir saroylari bo'lgan shu yerda ba'zi ulamo odamlar kelib, Elif Leyli, Parvodi Shirin, Leyli Majnun degan o'xshash kitoblarni, cham toshliq yo'g'or kitoblarni qo'ltiqlab kelib, ashad o'qitdi bular. O'qisa bizmi shu kichik bolalar bo'lsaqmi, atrofda o'lishib o'tirib ularni anglatdik. Shu Xinjiang instituti o'qish chiqqan vaqtlarda mening ideyamda bir xil ashtaq narsalarni haq yozgan bo'lishi mumkin deb o'sha hikoyalar yodimda chiqmaydigan. Meni shu siyosiy ma'rif bo'lib qolgandan keyin men adabiyotni o'qitdim deb talab qilib, 6 oy o'tgandan keyin meni muallimlar akirib, siz nima deb adabiyot o'qimoqchi qoldingiz deb. Men shu hikoya, qo'shoq deganlarga qiziqman. Men Qumulning qo'shoqlarini yodlagan deb mashtaq gap qildim. Alaqasi bir qo'shoqni o'qib beqing deb. Men Temir Xalpaqada aytilgan bir necha qo'shoqni o'qib berdim. Oshlan o'qib birtma bular o'tirib ketib muallimlar, ha, bu bir tarixiy voqea. Bo'ldi sizlar adabiyot yo'tkab qo'ying, ya shoir, ya yozuvchi bo'lsa sizlar kelgusida dedi. Shuning bilan men adabiyot yo'tkab qo'ydim. Yo'tkab qo'ygandan keyin shu yerda adabiyot nazariyasi, adabiyot haq nurg'un bilimlar ega bo'ldik. Shunda she'r yozdim. Keyin kunlarda men bir hikoya yozib qo'yay deb anglagan o'zimizning orasida bo'lgan voqealar, undan keyin Shoh Maqsud Van haqida, Mehribon Xon haqida, ya'ni shuningdek Temir Xalq haqida ushaq hikoyalarni yozib qo'ydim. Undan keyin men endi shu o'rganmagichilik bir narsa yozib bo'lmaydi ekan deb turmush o'rganishga ta'tillar, Qumul kasam xizmat qilgan jarayonlardimi shu Qumul Vanlarga oid bo'libmi o'rdiq munosabatli narsalarni ko'p o'rgandim. Shoh Maqsud Van, Temir Xalpa, Temir Chorva deydigan 3 parcha hikoyasi Tarim jurnaliga chiqarib berdim. Bu hikoyalarni maqta deb ular. Shunday qilib yozishga kirishib qoldim. 1983-yil sizningki O'chmas izlar degan bu tarix romaningiz nashr qilingandan keyin bu romanni o'qib bizni suyundik. Hamda 1999-yilga kelgan vaqtingizda sizning ikkinchi parcha tarix romaningiz Muhammad Bashir Chingwang romaningiz nashr qilinib jamoatchilik bilan yuz ko'rishdi. Hamda sizningki bu romanni yozib nashr qilgandan keyin o'qirmanlar sizningki badiiyatingizga, tarixni o'rganish, turmush tajribalaringizga, undan keyin sizningki shu ijodiyat talantingizga qiziqish boshildi endi. Shaxsan men shuning ichida. Endi sizni shu Muhammad Bashir Chingwang nomli romanni yozishga undigan ma'naviy kuch nima? Muhammad Bashir Chingwangni shundoq yozib chiqishga turtki bo'lgan masala nima desangiz, Qumul bir qadimiy yurt. Ya'ni Qumul o'ziga xos milliy an'anaga ega
o'ziga xos urf odat yaratgan, o'ziga xos madaniyat yaratgan bir shahar, qadimiy shahar. Tarix yaratgan, o'ziga xos tarix yaratgan bir madaniyat. Tarixda mamlakatimizni muhim o'rin tutgan, masalan, Qumul Sharqi darvoza ham G'arbi darvozalik rolini o'tab, butun dunyoda shu madaniyat almashtirish, savdo almashtirish ishlarida Qumul intayin muhim bir o'tan sutda taraqqiy qilgan bir shahar. Bu yerning xalqi ham batır, emgekçan bir xalq. Bu yurtimizda Mehmet Beşir Çınvang'a o'xshash shani shavkatli podsholar o'tgan. Mehmet Beşir Çınvang o'zi yurtni odillik bilan so'rab, xalqni farovon turmushga erishtirib, yurtni ovozlashtirgan bir ilm bilimni do'st tutgan, qalamdan yetishgan, ma'rifat parvarlarni qo'llagan, ham ularga yardım qo'lini sungan, ozuruqlarning beshini silgan, yerlik vangan. Demak, men Mehmet Beşir Çınvang astoydillik bilan o'rganib, bu odamning obrazini yaratdim. Abdurrasul aka, siz Muhammad Beşir Çınvang romaninki mas'ul muharrir ekansiz. Siz endi bu romanning mas'ul muharrir bo'lishibdingiz, albatta bu romanninki tunji o'qirmeni savolsiz endi. Bu romanni siz ayni vaqt tahrirlagan chaqdagi bu roman haqidagi hissiyotingizni, sop tabiiy hissiyotingizni bir anlab boqamiz va. 1998-yili Ayşe Mehmet Muhammad Beşir Çınvang romanını nəşriatımız tapşırdı. Onu nəşriatga kelgandan keyin bizning adabiy ijodiyat tarix ishxonasi deki yo'ldoshlar dastlab qadamda ko'rib chiqdik. Ko'rish jarayonida bu tarix romanning asosining bir qadar yaxshi ekanligi. Bu romanda Muhammad Beşir Çınvangdan iborat bu mashhur shaxsning adolatparvar bir Wangning yoki bo'lmasa yerlik xonniki isil fazilatlari, xalqparvarligi, vatanparvarligi bir qadar atrofli yaxshi aks etganligini his qildik. Shuning bilan biz nashriyatda biror tarixiy romanni bekitish jarayonida bir necha odam ko'rimizda. Ko'rish jarayonida yo'ldoshlar asosan yaxshi, ba'zi qisman tuzishlarni kirgizsak, nashr qilsak bo'ladi degan kelib, uning mas'ulligini menga yuklagan. Men romanni qayta o'qish jarayonida ba'zi bir his qilgan, to'liqlashga tegishlik yoki bo'lmasa az to'liq qisqartish tegishlik yerlarini yozuvchi Ayşe Mehmet xonim bilan maslahatlashib, buni texmo ixcham, texmo yorqin, texmo ravon roman qilish uchun az to'liq kuch sarf qildim. Ayşe Mehmetning bu romanida Qumulning mush yaqinqi zamon tarixidagi bo'lib o'tgan cho'ng voqealar, bu shu Muhammad Beşir Çınvang shudagi xonov tug'an vaqtida bo'lgan voqealar bir qadar tafsili aynan aks ettirilgan. Shu romanni shunda ishlash jarayonida biz shu narsani his qilib, muvofiq tayyorlab, yo'riqliq chiqardik. Roman nashr qilingandan keyin o'qirmanlarning yaxshi inkosi, yaxshi ta'sirotlar keldi. Qayta besildi. Men shunday bir romanni ishlaganligim uchun o'zimni aytdi, xushal his qildim. Ham o'qirmanlarni shunday bir tarixiy davrga boshlab kirdi. Ham shundan yaxshi uchur berdi. Material to'plash, tarixchilikni qiz jatki sarguzashtlaringizmi az bo'lmasa kerak. Nika o'qigan Shamsa deb o'sha tanishtiruvchi baka, xalsocha. Onu shu nimalar o'lmakam o'qidim, men anglab qo'ydim. Mashun kurslarchi bu kitoblarga. Abdurim, siz Muhammad Beşir Çınvang romani to'g'riliq bir parcha obzor yozib ekansiz. Qaraganda bu roman sizga bakrab ko'rsatgan bo'lsa kerak. Unda siz o'qirman nuqtasini turib, bu romandan olgan ta'sirotingizni konkretroq bir so'zlab baqamiz. Bir o'qirman bo'lish uchun bu romandan mana ikki jihatdan ta'sirlandim. Birisi bu romanda Qumul madaniyati atrofga yoritilgan. Masalan, Qumulning folklori, kiygan o'tigidan tortib kiyimlargacha, uylarni qanday oqartishlardan tortib butun shu yurtning umumiy ahvoligacha obdan ta'sirlangan.
Onun üstüge münasip yerlerde Qumulning coğrafiyası, tarihi, özünün burunqa 7 avlad, özünün burunqa vanglarning tarihi etraflı tunuşturulgan. Yeni birisi romandagi tarihi keyfiyat. Buna ait yaxshi yaratılıptı deb o'yladim. Tarihi voqealar chiroyli kirishib ketgan. Bu tarix gerçi şu 19 asrning o'rtasidagi tarixiy davr deyilsimi, şu Noqullarda Qumulning o'zini emas, şu tarixni butkul Jungoning vaziyatiga, butkul Xinjiangning vaziyatiga qo'yib turib ta'sirlangan. Dokumentsman bir-birisiga chetlab ketadi. Ham o'qirmanlarni ashunday bir tarixiy davrga boshlab kirdi. Ham shundan yaxshi uchir berdi. Hem başlamada Muhammed Beşir Çağan romanı yez jarayonda material toplash, tarixchilikni qiz jihatdagi sarguzashtlaringizni oz bo'lmasa kerak. Shuni biroz konkretroq bir şeyler bitgan bo'lsangiz. Mening buvamning shu Muhammed Beşir Çağanning qanday odam ekanligini o'zi ko'mapti, lekin anglaganligini menga paransa berdi. Yana birisi qaynapam. Qaynapam burun Nazarvonga tekkenke. Şamaqsutning o'g'li Nazarvonga. Orada da 6 yil turibdi. Shu paranglar jarayonida Mervano xanim haqida Muhammed Beşir Çağan, ularning kiyim-kechakları, yemek-içmekleri, yurish-turishi, oradagi ağaçlar, xanimlarniki turmush ahvolatlari, akaza o bag hocalarning ishki nizol bilan men parangsab o'tirgandiki bu meniki qaynopamniki nimiz fikrni aytib ochiq xotirasi kuchli ayol deya 3 yosh vaqtidagi narsalar shundoq onda so'zlab turdi. Bu qaynopam menga shu jihatdan nurg'un material bergan. Masalan, Nirvano xonimning yuzida chichak izi bor ekan. Bu etizlik chiqib, dehonlarniki mayslim tekshiruvga chiqsa, yeshil zo'chokongni kiyib chiqadi ekan doq. Taqqa chorvachilarning ahvolini egallagiga chiqsa, ars yo'sinib chiqadi ekan doq degan gaplar. Hamma shu meniki qaynopam deb aytgan gaplar shunday degan. Ondan keyin shu vaqtda Hafiz Niyoz deb bir odamimiz botdi. Men u odam bilan ko'rishgan vaqtim 80 yoshda ashqa vaqtlari. Bu Hafiz Niyoz ordiniki qurilish ishlariga mas'ul bo'ldi. Mas'ul bo'lib ishlagan. Shamaqsut van ordisiniki. Shu men bu odam bilan jiq so'zlashdim. Bu so'zlagan vaqtda men og'zaki materialni nurg'un berdim, xotir yozdim. Birisi ordinning tuzilishini Tüz nima mana tuzsizmi qilib tuz rasm tuzsiz ekan-ku, ashnaqsizmi qilib ordiniki cho'ng eshikdan kirgandan tortib 7 eshikdan o'tgandan keyin da'atdan qorong'idalang yana bir mashtaq qurilishlarni aynan sizib menga shuni tanishtirib siz bergan. Ondan keyin bu nima biz Niyozdodimizning yana bir depagini ordu kutubxonasining intayin dangliq kutubxona ekanligini. Her qandaq joydan adam kelsa, ordu kutubxonasini ko'rsa, hayron qoldiganligini. Buning da shu dunyoda bor depaga qarang. Dunyoda bor kitobning hammasi botdi bala. Ba'zi kitoblarni men qo'lga elib, daga ko'rmay to'plashib ketgan kitoblarni jiqnasa. Bir tarafda ko'chirib nima qilsak, bir tarafda tarjima qilsak, bir tarafda tuplab, joziga elib, shundoq qilib ishlaydigan ordu kutubxonasida ishkirsdan chiqqan kitoblar, ondan keyin Qumulning Sumqog'i degan yerida chatdan Yevropadan kelganlar tushkun bo'ladi ekan, o'sha tag'ar-tag'arlab kitob akildi ekan. Kitob akasa bu Vang setib oladi ekan. Setib olib kitobxona qo'ydi ekan. O'shalarning hammasini shu Hafiz Niyozdodimiz deb bergan. Og'zaki materiallar yig'ish jarayonida bo'libmi Qumul xalq qo'shoqlari, maqol tamsillari, latiflari, paranglari, yana Qumul şiirleri mesela ayırım hatırlatmadım. Bağdaş dağıga çıkıp, Bağdaş'tan ahvalini egallasam, Bağdaş'tan bir ordusu baka, Vanlaniki. Şu ordunun tüzülüşünü bildiğin 80 yaş kirge bir buvay baka, o şu adamdan Bağdaş ordusunun ahvalini egalladım. Bağdaş çıkka ahvalatlarını egalladım. Ama yani birisi kitabi bilim cihatta. Mesela dünya tarihini okudum, Jungo tarihini okudum, Uygurlar tarihini okudum. İşqib başı Xinjiang'a münasibetli bo'lgan tarixlarni o'qidim. Yana birisi Xansoch materiallarni tarjim qildim. Xansoch materiallardan Gugung sarayidagi tonishtirishi, Chingdenning tonishtirishi, Qumul Vanglarniki shajarisi, Qumul Vanglarning tarixi, yana Qumul Vanglarning
Бейжіңге ханның алдығы бағыс апырдыған соғыс аламларының тізімліге қатарлық әмді нұрғын нәрселерін тәржім қылдырып өйгендім. Анден кейін мен Бейжіңге беріп, ханның әхвалатларына келдім. Жұңғаныке, жұңғат өткен әші, 20 хан өтіпті ғой. Гугун сарайға беріп. Гугун сарайға беріп. Нәч қадам бадыңыз десек? 70 жыл бір қаттым, 73 жыл бір қаттым бадым. 70 жыл баға вақтымда ғоламакам, ғолам ғопыр. Әкбар ғоламла мені 5 күн ашы Гугун айландырып жүріп, о вақытлар нәсілер бәк толықты. Mesela Komul Sarayı'da Komul bölüm baka şuya girip aşağıda Komul Vağ'nın ki taqdim qilgan 12 metrlik gilem. Andiki halqı maş kitapның birinci babıdı var. Nemege Şemşer oqilgan Nika degandiki Şemşer aşağıda bakan. Eli gungluğunun nemesi Mehribanu bilen Nika oqışta maşı Şemşer. Xalzat ekenbegninki tağısının kızı oldu. Kızı oldu. Dep onu толық машындaq Nika оқыға Şemşer dep aşağı tonuşturucu bakan. Xan soça. Onu şu nemeler olmakam oqpadı. Man anlap qosla ufkan maşın kügüslerci mi o kitaplarga dep. Aşına qilib men şu Mehmet Beşir Canlanı yazıştım burun maşını materiallan öğrendim. Andın til öğreniş mesela ordu tili. Hanım ağaçlarının tili ayrım boladı ekan. Ataqları var. Onlardan salayatı boyunca ataqları var, namları var. Naslan öğrendim. Andan keyin mush Axunmollaga til berish jihatda men Mervanovaning so'zlarini, nimalarning so'zlarini shu o'rganib berdim. Mush romandagi til xoslik haqidagi qarashlaringizni konkretroq bir shaylab boqamiz. Bularning hammasi shu personajlarning xarakterini yuritishda joyiga tushgan. Mehmet Beşir Çınvangni naiti cho'nqur muhabbat bilan, hurmat bilan, astoydillik bilan yaratdim deb qarayman o'zim endi. Mush Muhammad Beşir Çınvang romanidagi madaniyat aloydiligi, ya'ni moddiy folklor, adabiy san'at folkloriga oid taraf bilan mush romandagi til xoslik haqidagi qarashlaringizni konkretroq bir shaylab boqgan bo'lsangiz. Bir millatning madaniyat turlariga vaqtda oldida uning moddiy folklori va g'ayri moddiy madaniyat meroslari mushlar orqali aks etadimdi. Mush narsa naiti uslub bilan kirishtirilgan. Shu asardagi yerlik puroq degan vaqtimizda bu asarda qo'mil shivsi xosida naiti o'rinliq ishlatilgan. Nag'machilarniki daplarni tasvirlagan bir yer var. Daplar bir muqam tugicha chalgan keyin dap bo'shab ketadi ғой. Qo'mildamda levermaq degan bir fe'l bor-da. Daplar leverab ketdi degan bir bayon berilgan. Attoning bayonidan. Ammo shu daplarning leverab ketgan mushu holati bo'shab ketmak yoki boshqa adabiy tildagi tangdoshlar bilan buni unda joyli ifoda qilib bo'lmaydi. Faqat mush leverab ketdi, dapning leverab ketgan faqat dapil xos bir alayda bir hukm ustida so'z ustida ifodalangan. Ondan boshqa meni Sappaqning so'z tilidan yoki boshqa qahramonlar tilidan berilgan Mehribonu Po'joqning tilidan berilgan maqol tamsillar, hikmatli so'zlar, bularning hammasi shu personajlarning xarakterini yuritishda joyiga tushgan. Romanda boshdan oxir men tafsilda ko'rib chiqdim. 66 qo'shiq she'r kirgizilgan. Ko'p qismi xalq qo'shig'i. Maqal tamsildan 150-160 maqal tamsil bor ekan. Albatta maqal tamsilni buni nimja kirgizish mumkin edi. Bu yerda son bir narsani tushuntirib beramaydi. Lekin shu she'r qo'shiqlar, shu maqal tamsillar shu personajlarning obrazini, shu voqelikning taraqqiyotini, shu romanniki fikr izchilligini ifodalashda unumli. Yerli xosliqi Bunun içinde bir misalını görüp çıktım. Hazır hem de Uygurlarda deryoda beliq ko'nglim, havoda bulut ko'nglim. Ama bir qo'shiq var. Yaxshi yarni topganda yomanni unut ko'nglim. Buni Aşamgaçimiz uzun yıllık folklor toplash xizmati bilan shug'ullanib o'tdi. Mush jarayonda o'zi mushniki aslisini bergan romanda. Masalan, havoda bulut ko'nglim, yoridan numut ko'nglim. Yar ketgidek hamda yorini unut ko'nglim. Buning qofiyami, vazn turaq hammasi noiti qiliq qo'shiq xos yoki aslisi mush ekan degan tuyg'u. Buniki buningmi qo'mil xos ekanligi, qarang, yoridan numut ko'nglim, numut qo'mil shivisi xos bir so'z. Demak bu bir butun 1 3 4-misrali qobilashga kelgan o'lchamlik bir
qo'shaq. Mushlar misollarni aytib ko'p romanda. Shunga ma'lum bir rayonning yoki ma'lum bir davrning tarixini o'rganish uchun haqiqiy shu tarixni bilaman deyish uchun cho'qim tarix kitoblarini o'qish kerak. Demak, Qumulning 19-asrdagi tarixiy davrni, tarixiy oq ko'rinish, ijtimoiy muhitini, folklorini, madaniyatini tushunishda bu roman obdan bir qo'llanma, qo'ral. Lekin shu davrning ayni o'zi emas, ayni tarix emasda. Ayşemede Muhammed Beşir Çınvan romanidagi sizga eng ta'sirli bilinadigan, o'zingizning aytim muhabbat bilan g'albilik muvaffaq tasvirildi deb qaragan personajlar qaysi? Asosliq obraz personaj Muhammed Beşir Çınvan. Muhammed Beşir Çınvan'ın ko'rdigan holda andin vaqt taraqqiy qildirib, obrazlarni taraqqiy qildirib, hayır çıktım. En mühimi Muhammed Beşir Çınvan. Bu Muhammed Beşir Çınvan'ın ayeti çoğunkur muhabbet bilen, hürmet bilen, astoydillik bilen yarattım da qarayma özem emde. Yani birisi Mehrivanovan'ın. Mehrivanovan'ın mı? Okugan, bilimlik, hem ayeti kiçigiden tatip terbiye ağın terbiye görgen bir hanımken. Orada kelgenden keyin Muhammed Beşir Çınvan'ga maslashib Muhammed Beşir Çınvan'ga o'zinikine ait aliye yaxshi tilaklarni, yaxshi taklif fikrlarini berib yurtni so'rashda Muhammed Beşir Çınvan bilan maslashgan, xalqning g'amini yegan, yetim yesirlarning beshini silgan, keyin hilqi doyan shay yig'iligidan keyin yurtga qaytib kelgandan keyin yurtni anjomga keltirish uchun nurg'ulgan ajr singdirgan. Bo'pmi gadaylasini ichib her ertesi 30 tonur, 40 tonur nan yaktırıp, gadaylar taqıtıp birip, kim nerede kesel olsun davalıtıp, iş kılıp, Qumul halkının beşini sılap, yakı yurtlar kaçıp ketken halklarının yurtku qaytıp kep, yani özünün öylem tep velişir, yardım berip, yaxşı işlegen. Bu hanımını mı yaxşı yarattım deymen. Bunda qo'z gapimizning dalili sifatida Muhammed Beşir Çınvan romanının ba'zi tafsirlarni o'qib ko'raylik. Chilliq uyg'un, bir qadar mukammal yaratilgan obrazlar, personajlar desak bo'ladi deb qarayman. Xalq o'zining tarixini azaldan bizning adabiyot bilan giralashtirib o'rganib kelgan. Bunda qo'z gapimizning dalili sifatida Muhammed Beşir Çınvan romanining ba'zi tafsirlarni o'qib ko'raylik. Muhammed Beşir Çınvan hujraga kirganda Mehribonu Puchung yanılı hoşini bilib bilmay yatapti. U tünügün g'ururi bilan ko'rishib uning nurg'un tasallisini olgan edi. Hozir Muhammed Beşir Çınvanning ovozini anglab, tushimmi o'g'immi degan xiyolni kallasini o'tkazdi-da, asta irg'inib o'rnidan turdi va Vanga hurmat bildirdi. Muhammed Beşir Çınvan Mehribonu Puchungni yeniga o'ltirg'izib, "Xenim, o'zlarini undaqmi yo'qitib qo'ygan bormi? Men o'lsammi, o'zlar yashashlari kerak. O'zlarini tutib olsalar, mening uchun, butun yurt uchun o'zlarini tutib olsalar" deb turishiga ularning o'maq qizlari Javhar xonimlar yetib kirdi. Ular bir-biridan o'maq, bir-biridan chiroyli edi. Ular kiribli dadasiga esilib yig'lab ketishdi. Yosh qizlarning marvoyatdagi yumran yuzlari yosh bilan jo'yildi. Tal-tal kirpiklar, tal-tal o'rilgan sochlar, qo'rqinch, hasrat, pig'ondan titrab turdi. Muhammed Beşir Çınvan bu umaq qizlarning peshonalariga so'ydi. Ana shu chog'i uning yuragidagi issiq bir o'tliq ekan, tomirlariga tarab, chidug'isiz faryodga aylandi. Lekin bu faryodni Vang hech kimga sezdirmay, ko'zni yumib yuragining cho'nqur qatlamiga yoshirdi. Shu holda xeli jimjit o'ltirgandan keyin ballarni chiqib ketishga buyurdi. Ballar chiqib ketgandan keyin Mehribonu Puchungga yana ta'kidlab dedi. Abdursak aka, sizmiş Muhammed Beşir Çınvan romanınınki tarixiy chilliqning gavdalantirish jihatdagi aloyligi ustida bir to'xtalib boqamiz. Endi buni buning tarixiy chilliq uyg'unmi deganda, bir romanning tarixiy chilliq uyg'unmi, uyg'un emasmi degan masalada uning bir qancha taraflariga qarash to'g'ri. Shu davrni tahlil qilamiz. Masalan, 19-asrning boshlari yo o'ttirlargacha bo'lganmish Qumul diyorida bo'lgan ishlar, shu chog'dagi odamlarning gap so'zlari, urf odatlari, san'at, uning muqomlari, shu chog'dagi odamlarning kiyinishlari va boshqa nurg'un ijtimoiy faoliyatlari shu davrniki aloyidlik bo'ladi.
biz yaratgan shaxslar shu davrniki alayidligi bo'yicha so'zlaydi, harakat qiladi, faoliyat olib boradi. Xasligi ashuni ifodalanadi. Shuning qarab biz bu chin tarixchilik uyg'un personaj ekan, tarixchilik uyg'un obraz ekan deb qaraymiz. Endi buning ichida ba'zi obrazlarni avtor o'zi yaratgan obrazlar, lekin bularni tarixchilik uyg'un yaratish kerak. Shu davrda odamlar mushundoq so'zlaydi ekan, mushundoq yurdi ekan, mundoq qildi ekan deb kishilar shuning ishonsin. Shu chog'da bu tarixchilik uyg'un bo'ldi. Agar u hozirgi zamon odamidek so'zlab qo'ysak, hozirgi zamonda kishilardek yaratib qo'ysak, kishilar uning ishonmaydi. Bu tarixchilik uyg'un emas deb. Keyin buni o'qish jarayonida es qildik, haqiqatan nurg'un material bor ekan buningda. Shu davrga xos, shu davrda bir muncha odamlarni mush orqali bildik. Ulamo odamlar, mayli shu chog'dagi shoirlar bo'lsin, shu chog'dagi san'atkorlar bo'lsin, shu chog'dagi mushu ijtimoiy turmushi, siyosiy qiyofati, mushlarning hammasi noyati reallikqa uyg'un holda aks ettirilgan. Shunglashqa buningda yaratilgan personajlarni, obrazlarni chinlik uyg'un, bir qadar mukammal yaratilgan obrazlar, personajlar desak bo'ladi deb qarayman. Bizning tarixiy asarlarimizga qaraydigan bo'lsak, masalan, eng qadimgi yozma yodgorligimiz Mangu toshda o'z navbatida bir tarix, ham o'z navbatida bir adabiy asar. Keyingi tarixiy davrlarda maydonga kelgan tarixiy asarlardan Tarix Rashidi bo'lsin, Tazkira Azizam bo'lsin, Tarix Aminiya, G'azot Darmik uchun qatorliqlarning hammasida ham adabiyot ham tarix giralishib ketgan. Xalqimiz adabiyotning ustidan tarix o'rgangan, tarixni adabiy shaklda bayon qilib kelgan. Yani bugünkü kunda Muhammed Bisir Çınğıvan o'xshash mushunday tarixiy romanlar ana shu Uyg'ur tarixi taraqqiyot davomidagi tazkira adabiyotining yangi davrdagi yangicha bir ifodasi. Shu nuqtadan izchillikni saqlagan. Ham bizniki madaniyat an'anamizga uyg'un kelgan. Shunga bizning xalqimiz tarix romanlarini hozir yaxshi ko'rdi. Shunga biz deb kelayotgan bu tarix roman qizg'inligi degan bu nemish mushunday qizg'inlik bo'ldi? Chunki xalq o'zining tarixini azaldan mushunday adabiyot bilan giralashtirib o'rganib kelgan. Adabiy asarlardan adabiy shu tarixiy temadagi asarlarni tazkira adabiyot nuqtasidan, ya'ni adabiyot nuqtasidan bayon qilib, mushundan ham tarix o'rgangan, ham adabiy zavq olgan. Ama bu yerda shuni qo'shimcha qilish kerak, hamda tarix bilan tarixiy roman ikki ufqimanda. Bo'libmi bugungi kunda tarix bu ham ilmiy hujjatlik, pokitlik, yilnoma yoki odam hamma o'rin, voqea hamma narsa to'liq hujjatlik bo'lishini talab qiladigan bir ayrim fan. Kitob ruhni nurlantiradi, qalbni poklaydi, jonni yashartiradi. Kishilik hayotning chin ma'nosini va rangdorligini oshiradi. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz mishat oxirlashdi. Yaxshi kitob hammamizga ro'y uzuq bo'lg'ay. Xayr xo'sh.